Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi mavzu demak muz odam Wim Hof haqida bo'ladi. Sovuq suvni inson organizmiga bo'lgan foydalarini ko'rib chiqamiz. Demak, Telegram kanalimizga agar ulanmagan bo'lsangiz, ulansangiz bo'ladi. U yerda har kuni bitta maqola qo'yib boriladi. Bu maqola sog'liqga doir yoki bo'lmasa shaxsiy rivojlanishga doir bo'ladi. Shu maqolani agar ko'radigan bo'lsak, muz odam Wim Hof va sovuq suvning falsafasi. Uni muz odam deb atashadi. Demak, bu yerda rasmini ko'rsangiz bo'ladi. Bu insonning oti Wim Hof. U Everest shortida, demak, Everest cho'qqisiga chiqqan ekan. Demak, bu odamni mashhur qilgan narsa bu uning oddiy lekin keskin fikri. Zamonaviy inson o'zining tug'ma kuchidan uzoqlashib qoldi. Bu inson juda ko'p intervyular bergan, даже kultga ham aylangan, juda ko'p joylardan o'sha uni mashg'ulot qiladigan muzdek bo'lgan tog'larga borib, u yoqda mashg'ulotlar qilib, haqiqiy ma'noda, ya'ni inson o'zini yetishtirgan bir insonlar ham bo'lgan ekan. To'g'ri, bu inson haqida negativ fikrlar ham bor, lekin asosan u odam, ya'ni inson tanasidan maksimal darajada foydalanishga demak insonlarni chaqiradi. Men o'zim uchun juda qiziq bo'lib ko'rindi. Wimning aytishicha, tizim shunday qurilganki, u bizni doim stressda saqlaydi. Ya'ni u asosan shu fikrni ta'kidlaydiki, ya'ni bizni tanamizdan yetarli darajada foydalana olmaymiz. Bizni atrof muhitimiz shunaqa qilib qo'yilganki, bizni demak noziklashib ketamiz borgan sari. Keyin yana aytilyaptiki, stressdan qochish, rivojlanishdan qochish. Ya'ni tanamizni kichkina bo'lgan mikro demak stressga qo'yib turish kerak degan tushunchani Wim Hof ta'kidlaydi. Ko'pchilik o'zini stressga soladigan holatlardan maksimal darajada uzoqlashishga harakat qiladi. Wim buni katta xato deb biladi. Agar muzdek vannada qola olsam, yana nimalarni uddalay olar ekanman? Bu savol insonning o'ziga bo'lgan ishonchini tubdan o'zgartiradi. Ya'ni muzdek vannada qolish oson ish emas. Agar siz bunga sabr qila olsangiz, demak inson o'ylaydi, yana nimalar qila olar ekanman. Bu odam o'ziga ishonchini orttiradigan bir narsa deb aytilyapti. Ilmiy tekshiruvlarda ham isbotlangan ekan, ya'ni sovuq suvning inson tanasiga foydasi. Demak, Wim Hof o'zida eksperiment o'tkaziladi. E. coli yuborilganda, virus yuborilgan tanasiga, u nafas texnikasi orqali virusning ta'sirini kamaytirishga uringan. Allohning izni bilan virus unga zarar yetkazmagan deyilyapti. Demak, uni nafas mashqlari bor. Demak, suvda yoki bo'lmasa suvdan tashqari bo'lganda nafasni ushlab turib, keyin qo'yib yuborish. Shu mashq juda ham foydali deb aytilyapti. Bu ilm fanda ham isbotlangan ekan. Demak, qayerdan boshlashimiz kerak deyilsa, sovuqqa chidamlilikni oshirish uchun 30 soniyalik sovuq dushdan boshlash mumkin deyiladi. Ya'ni kundalik kontrast dushlarni qabul qilib yurish, bu boshlang'ich uchun juda ham foydali narsa. Kontrast dush, bu haqida yana alohida video ham qilsak bo'ladi. Wim Hof 64 yoshida, ya'ni sog'lom ko'rinishda va u sovuqdan qo'rqmaydi. Ya'ni u sovuqni bir hayot tarzi deb bilar ekan. Kun tartibi, demak, 4:30 da uyg'onadi. Birinchi ishi nafas mashqlari, so'ng qahva ichar ekan ozgina sut bilan, shakarsiz, keyin mashqlar, aerobika, shpagat, 10 kilo shtangani 500 marta ko'tarish. Qoyil, lekin shtanga ko'tarish ham juda ham insonga asl foydali narsa ekan. Yaqinda o'zim ham shu narsani yo'lga qo'ydim, alhamdulillah. Kuniga bir mahal odatda kechga yaqin ovqatlanadi. Unaqa ko'p ovqatlanmagan odam och holatda o'zini yaxshiroq his qilar ekan. Hayvonlar jadval bo'yicha emas, qornlari ochganda ovqatlanishadi. Juda ham muhim nuqta. Ya'ni qornimiz ochganda ovqatlanish yoki chanqaganimizda suv ichishimiz. Eng og'ir sinov, Wim hayotdagi eng stressli davr xotinini yo'qotgan payti bo'lgan. U qattiq depressiyaga tushgan va aynan sovuq vannalar uni asta-sekin o'ziga keltirgan. Depressiya paytida, demak, tana juda katta stress bo'ladi. Uni stressni yana bitta stress, ya'ni sovuq suv stressi bilan yengib o'tgan ekan. O'sha aytadi, sovuqni sovuq kesadi deb.
demak baxt qayerda deb Winhofdan so'ralganda haqiqiy boylik pulda emas, qalb boyligidadir degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'zlariga o'xshagan gap aytgan ekan. U hech narsasi yo'q paytda ham o'zini baxtli insonlardan biri deb his qilganini eslaydi. Xulosa, Winhof travmalarga boy hayotni muzdek suv bilan boshqarishga urindi va qisman buning uddasidan chiqdi. Tana va ruh biz o'ylagandan ko'prog'iga qodir, faqat ularni yetarlicha chiniqtirish kerak. Aslida esa haqiqiy baxt bor narsamiz qadriga yetib, unga shukr qila olishimizdir. Demak, Winhof men olgan foydam asosan Winhofdan tanani biroz komfort zonasidan chiqarish juda ham katta foyda beradi. Bu komfort zonadan chiqqandan keyin biz o'zi zotan biror bir narsaga erishmoqchi bo'lsak, komfort zonamizdan chiqishimiz kerak. Shunda bu kichkina bitta trenirovka sifatida qabul qilsak bo'ladi. Aytiladi-yu, demak, san gapiraman, odamlarga ko'rsatib berdi. Ya'ni amaliy o'zim ham harakat qilaman, ya'ni kontrast dushlarni qilishga yoki bo'lmasa o'sha muzdek suv tayyorlab qo'yaman. O'sha muzdek suvni o'zim ustidan ertalab quyaman. Oblivaniya degan narsaga o'xshagan. Bu juda ham menga, demak, trezvi, nima deydi, bodri bo'lishimga yordam beradi. Va albatta, ya'ni buni men trenirovkadan keyin qilaman. Haqiqatdan ham juda ham foydali. Men bu narsani ko'p insonlarda ko'rdim. Ya'ni muzdek dush qabul qilishar ekan. Demak, o'z kasbida, o'z ishida uddabiron bo'lgan inson edi. Masalan, men Paul Durovda ham ko'rdim. Shunaqa muzdek vannaga tushyapti yoki Qozog'istonni muzdek ko'llarida cho'milayotganini. O'ylaymanki, bunaqa inson o'zini komfort zonasidan chiqarishi bilib turib, u kattaroq qiyinchiliklarni yengib o'tishiga ancha foyda beradi. Agar mana Saudiyada muzdek suv deyarli yo'q, hozir Saudiyada yashayotganim uchun nima qilaman, endi muzdek suv yo'q ekan-ku bu yerda deb turib, Toshkentga borganimda anhorda cho'milaman demayapman-da, bitta alohida morozilka sotib oldim. O'shani quti bo'ladi-yu, o'shanga suvla qo'yib qo'yaman, u yaxlaydi. Keyin kattaroq bitta idishga uni yaxlarni qo'yib, ozgina iliq suv aralashtirib, shunda haqiqatan muzdek suv bo'ladi. O'shani o'zim ustimdan quyishga harakat qilaman. Bu narsa menga demak maksimal darajada tanamni demak chiniqqan holatda saqlashga yordam beradi. Buni sizlarga ham tavsiya qilaman. Shu muz odamni hayotini o'rgangandan keyin o'sha Toshkentda ham anhorda cho'miladigan bo'ldim. Suv haqiqatan muzdek. U yoqda bilsanglarga morshlar ham bor. Ertalab kelib cho'milishadi. Oldin haqiqatan ham ajablanardim. Keyin shu tushundimki, buni ular bekorga qilmaydi. Tanasida o'zida foydasini ko'rgani uchun qilishyapti. Endi to'g'ri, bu narsalar hammaga ham tavsiya qilinmaydi. Kanalda har doim aytiladi-yu, bu narsalar sog'lom odam uchun tavsiya qilinadi deb. Sizlarda qanaqadir demak sog'liqda muammolar bo'lsa, albatta uni o'sha shifokorlarga maslahat qilib, muzdek suv ishlatgan yaxshi yoki balki muzdek suvdan iliq suv yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin sog'lom inson uchun kichkina muzdek suvdagi shok ular uchun demak foydadan xoli emas. Hozircha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlarning o'zingizlarni demak muzdek suv bilan qanaqa tajribangiz bor, ularni kommentariyada yozib ketsanglar, o'qib boshqalarga ham bir foydali bo'lishi mumkin. Salomat bo'lasizlar.